X odamlar filmlari hali qasoskorlar chiqmaganida bizni katta crossoverlar bilan xursand qilgan va bu filmlarda o'sha davr uchun noodatiy tarzda ko'plab yashirin tafsilotlar va pasxalkalar yashirilgan. Ko'pchiligimiz bolaligimizda bu detallarni tushunmagan edik. Va men bu videoda X odamlarning birinchi 3 ta qismini to'liq tahlil qilaman. Bonus sifatida Qasoskorlar 5 filmida X odamlar qahramonlarining paydo bo'lishini ham muhokama qilamiz. Film Fox'ning introsi bilan boshlanadi. Har doim X harfi eng oxirida o'chadi. Bu X odamlar filmlarining an'anasi. Aynan shu film bilan Kevin Feige'ning karyerasi boshlangan. Bugungi kunda u Marvel kino olamining asosiy rahbari. Bu filmda esa u Laura Schulerning yordamchisi sifatida ishlagan. Feige Marvel komikslari bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lgani uchun uni ko'plab super qahramon filmlariga maslahat berish uchun chaqirishgan. U Sam Raimining O'rgimchak odamiga, Fantastik to'rtlik va o'sha yillardagi boshqa Marvel filmlarining ishlab chiqilishida qatnashgan. Erik va Roukning kuchlari kuchli stress va his-tuyg'ular paytida namoyon bo'ladi. Erikning ota-onasini olib ketishadi, Rouk esa birinchi o'pish orqali kuchlarini uyg'otadi. Rouk nafaqat hayotiy energiyani, balki tanadagi kuchlarini ham o'zlashtiradi. Shu sababli u filmning o'rtasida va oxirida Loganning kuchlarini o'zlashtirib tirik qolgan. Komikslarda esa u o'z kuchlarini boshqarishni o'rganganidan so'ng o'zlashtirilgan kuchlarini uzoq vaqt saqlab qilishga o'rganadi. Masalan, u Kapitan Marvelning kuchlarini o'zlashtirgandi. Bundan tashqari Rouk shaxsiyat va xotiralarni ham o'zlashtiradi. Kapitan Marvel bilan aloqa qilganidan keyin u uning xotiralari va shaxsiyatining bir qismini ham o'zlashtiradi. Bu esa kuchlarni nazorat qilishga yordam beradi. Keyinroq bizga Rouk o'z sevgilisi va Loganning bir qismini ham ichida saqlab qolganini aytishadi. Magnetoning kuchlarini o'zlashtirganida esa uning sochlari oqaradi. Bu orqali bizga Magnetoning shaxsiyati ham Roukka o'tganini ko'rsatmoqchi bo'lishgan. Shok fakt. Roukni o'ynagan aktrisa Anna Paquin 11 yoshida Pianino filmidagi ikkinchi darajali ayol roli uchun Oscar olgan. Tasavvur qiling, 11 yoshda Oscar yutish. Bu videoni tayyorlash uchun albatta X odamlarni aynan ITV onlayn kinoteatr orqali tomosha qildim. Bu yerda siz ko'plab filmlarni ajoyib sifatda mazza qilib ko'rishingiz mumkin. ITVda xohlagan film, serial va animatsion filmlarni ko'rishingiz mumkin. Telefon, planshet yoki Smart TV orqali tomosha qilish uchun qulay. Eng asosiysi, ITVda ko'plab filmlarni ajoyib o'zbekcha dublyajda topish mumkin. Havola orqali o'ting yoki QR kodni skaner qilib ilovani yuklab oling. Agar siz yangi foydalanuvchi bo'lsangiz, bor yo'g'i 290 so'mga sinov obunasini oling va eng zo'r kinolar olamiga qo'shiling. Masalan, hozir ITV platformasida Aybsiz serialining premyerasi bo'lib o'tdi. Men ushbu serial premyerasiga bordim va u menga juda ham yoqdi. YouTube'da birinchi qismini bepul tomosha qilishingiz mumkin. Qolgan qismlar esa faqat ITVda eksklyuziv tarzda namoyish etiladi. Shunaqa loyihalar bizning o'zbek kinematografiyasini rivojlantiradi va shunaqa proyektlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki bu loyiha haqiqatan ham sifatli. Jin hukumatni mutantlar xavfli emasligiga ishontirmoqchi bo'lganida devordan o'ta oladigan mutant haqida gap boradi. Bu esa birinchi va ikkinchi qismlarda har xil aktrisa tomonidan o'ynalgan, uchinchi qismda to'liq namoyon bo'lgan Kitty Pryde'ga ishora. Roukni mashinada olib ketayotgan haydovchini aktyor Jorj Buza o'ynagan. U 90-yillardagi multserialda The Beast, ya'ni hayvon qahramoniga ovoz bergan. Ko'rib turganingizdek, Hugh Jackman bu filmda hali unchalik kachok emas. Sababi u rolga tayyorlanishga ulgurmagan. U Rosamaxa rolini suratga olishlar boshlanishga atigi 2 hafta qolganda olgan. Dastlab bu rolni Dougray Scott o'ynash kerak edi, lekin u Imkonsiz missiya 2 filmi bilan band bo'lgan. Shundan so'ng prodyuserlar Hugh Jackman
unga murojaat qilishgan. Shuni ham unutmaslik kerakki, 2000-yillarda super qahramon tanasi hozirdan butunlay boshqacha edi. Masalan, menga bolaligimda Tobey Maguirening bitsepsi juda katta tuyulardi. Lekin hozir qarasak, u oddiygina haftasiga 2-3 marta turnik qiladigan bolaga o'xshar ekan. Logan filmda kiygan charm kurtkani u aslida o'zining Yakkaxon filmida uni o'z uyiga qabul qilgan er-xotindan olgan. Kitty Pryde'dan tashqari bu filmda boshqa ko'plab kelajakdagi mutant qahramonlar ham ko'rinadi, lekin ularni boshqa aktyorlar o'ynaydi. Masalan, Kolosni bu yerda boshqa aktyor o'ynagan, Pira qahramonini esa Alex Byorton degan aktyor o'ynagan. Keyinchalik uni ham almashtirishadi. Sababi Alex Byorton film rejissyori Bryan Singer va uning tanishlariga qarshi sudga murojaat qilgan. Alex Byortonning so'zlariga ko'ra, rejissyorning do'stlari uni zo'rlashgan. Ushbu aktyor keyinchalik ismini o'zgartirgan va hech qachon kinoga qaytmagan. Lekin 2003-yilda u sudni yutgan va 3 ta jabrlanuvchiga $6 million to'lanishi belgilangan. Lekin bu pullar hali ham to'lanmagan. Ayblanuvchilar esa g'oyob bo'lishgan va hech qanday jazoga tortilmagan. Shundan keyin Alex Byorton butunlay ommaviy hayotdan ketgan. Tushunib turibman, qo'rqinchli voqea, lekin nima qilaylik? Qolaversa, Bryan Singerning o'ziga ham turli yillarda ko'plab zo'ravonlik bo'yicha da'volar qo'zg'atilgan. Bu filmda Jubili ham bor, lekin u hech qachon to'liq rolga ega bo'lmagan. Qurvoqa qahramonning aktyor Ray Park ijro etgan. Uni siz Yulduzlar urushidagi Darth Maul sifatida ham taniysiz. Siklop va Logan birinchi uchrashuvdan darhol til topisha olishmagan. Ayniqsa Logan Jean Greyga qarab 5-nuqtasiga anqayotganini Siklop ko'rib qolgan edi. Filmda odamlarning mutantlarni oyga ko'chirish taklifi ham tilga olinadi. Bu ehtimol Inhumanslarga ishora. Ular ham mutantlarga o'xshab kuchlarga ega bo'lishgan va odamlardan tahqir ko'rishgan. Shu sababli ular komikslarda oyga ko'chib, odamlar bilan to'qnashmaslikka qaror qilishgan. Bu filmda Stan Lee'ning Marvel tarixidagi ikkinchi kameosi bo'lgan. Stan Lee Blade filmida ham klub sahnasida paydo bo'lish kerak edi. U politsiyachi rolini o'ynash kerak edi, lekin bu sahna filmga kiritilmagan edi. Filmda Siklopga kulib qaragan kichkina bola aslida X odamlar muxlisi bo'lgan. Bu bolakay ommaviy sahnada qatnashayotgan aktyor bo'lib, X odamlarni shu darajada yaxshi ko'rganki, baribir ham har dublda kulgan. Shu uchun aktyor James Marsden ham unga qarab kulib qo'ygan. Bu ssenariyda yo'q edi, lekin bu sahnani filmda qoldirishdi. Logan X odamlar formasini kiyganida Siklop hazillashadi. "Sen nimani xohlayotgan eding? Sariq spandex nima?" Bu sahnada film rejissyori tomonidan klassik X odamlar formasiga ketmon uchirilyapti. Bryan Singer rejissyor sifatida komikslarga unchalik qiziqmagan. U hatto aktyorlarga ham komikslarni o'qishga ruxsat bermagan. Kevin Feige esa albatta komikslarni yaxshi ko'radi. Va mishmishlarga ko'ra, Qasosqorlar 5 filmida X odamlar aynan shu klassik sariq kostyumlarda paydo bo'lishadi. Hammasi bir vaqtda va bir joyda filmida rol o'ynab Oscar yutgan Loki serialining 2-sezonida Ouroboros rolini ijro etgan Ke Huy Quan aynan shu filmda janglar sahnalari rejissyori bo'lgan. Logan filmida original inglizcha tilda sablezubiga "Hey Bob" deydi. Bu Rosamahaning klassik iborasi. Komikslarda u bu so'zni odatda oddiy odamlarga yoki jahl qilgan odamlarga nisbatan ishlatgan. Endi esa ikkinchi qismga o'tamiz. Oq uyda Kiara Zani ismli aktrisa paydo bo'ladi. U X odamlar evolyutsiya multserialida Jubilee'ga ovoz bergan. Filmda prezidentga suiqasd rejasini William Stryker tuzganini bilamiz. U birinchi qismda odamlarni qo'rqitgan situatsiyadan foydalangan. Agar devordan o'ta oladigan mutant oq uyga kirsa-chi, nima bo'ladi? Jin boshidan g'alati ovozlarni eshita boshlaydi.
bu ovozlarning bir qismi kelajakdan. Bu shuni anglatadiki, Jin Phoenix kuchi orqali kelajakdagi voqealarni his eta oladi. Erik qamoqda va bu uning birinchi xotkasi emas. Keyinroq bilamizki, ilgari ham u qamoqda bo'lgan, go'yoki Kennedyni o'ldirgani uchun. Ammo aslida u uni qutqarishga uringan, chunki Kennedy ham mutant bo'lgan. Erikning kiyimida bir raqami bor. Bu uning bu qamoqdagi yagona mahbus ekanini ko'rsatadi. Avvalgidek u yana yolg'iz. Strikerning bazasiga Mystik kirganda u yerda juda ko'p mutantlarga ishoralar bor. Amara Aquila Magma nomi bilan tanilgan. U vulqon energiyasini boshqara oladi va o'z tanasini lavaga aylantira oladi. Alison Blair Dazzler mashhur mutant qo'shiqchi. U tovushini yorug'likka aylantira oladi. Bu yorug'lik hatto metallni ham kesib yuborishi mumkin. Sally Belvins himoya qalqonlari yaratadigan mutant qiz. Elizabeth Braddock, ya'ni Psylocke, keyinchalik filmlarda paydo bo'ladi. Maria Calasantos hayvon va odam gibridi. Cassidy familiyali ikki kishi. Birinchisi Sean Cassidy, ya'ni Banshee. Uni biz X odamlar birinchi sinf filmida ko'ramiz. Ikkinchisi uning qizi Teresa Cassidy. Aynan u Striker maktabga hujum qilayotganida hammani uyg'otgan. Lila Cheney, u boshqa sayyoralarga teleportatsiya qila oladigan mutant. U punk rock ikonasiga aylangan va konsertlarini boshqa sayyoralarda bergan. Victor Creed, bu albatta Sablezubiy. Roberto De Costa, u quyosh energiyasini yuta oladi va uni qayta yo'naltiradi. Uni yangi mutantlar filmida ko'rganmiz. Laura Dane, ya'ni Polaris, metallni boshqaradi, elektromagnit zarbalar yo'llay oladi. U Magnetoning qizi. Ha, komikslarda Magnetada Pietra va Vandadan tashqari boshqa farzandlari ham bor. Fred Duke, bu Logan bilan ringda boks qilgan katta mutant. Uning kuchi juda katta fizik kuch va qalin teri. Angela Espinoza tanasidagi terisini cho'zib, o'zi xohlagan shaklga keltira oladi. Ha, u Mr. Fantasticga o'xshar ekan. Kyle Gibney, u ham Logan kabi X loyihasiga qatnashgan. Loganga o'xshab kuchli regeneratsiyaga ega va u hayvonga o'xshaydi. Guthrie familiyali ikkita odam. Biri Paige Guthrie, u o'z terisining qatlamani to'kib yangi kuchli shaklga kirishi mumkin. Ikkinchisi uning akasi Sam Guthrie. U portlovchi energiya chiqaradi. Uni ham yangi mutantlar filmida ko'rganmiz. Kenichio Harada, ya'ni kumush samuray. Jang san'atini dodasi va o'zining maxsus qilichini energiya bilan zarbalab juda o'tkir qilichga aylantiradi. Uni Rosamahaning ikkinchi filmida ko'rishimiz mumkin. Garrison Kane kuchli va chidamli, qo'llarini qirolga aylantira oladi. U texnologiya yordamida boshqa mutantlarning kuchlarini takrorlashi mumkin. U Cable bilan ittifoqda bo'lgan. Remy Libo, bu albatta Gambit. Artimedix gapira olmaydi, lekin o'ylagan narsani tasvirlash qobiliyatiga ega. Filmda esa u boshqa mutatsiyaga ega bo'lgan bola sifatida ko'rsatilgan. Jamie Maddox, biz uni 3-filmda uchratamiz. U o'zini klonlay oladi. Komikslarda uning klonlari mustaqil hayot kechirishi mumkin. Masalan, biri rohib, biri qotil, biri siyosatchi bo'lgan. Ba'zida ular qaytgani istamaydi. Xian Koyman odamlarni qo'g'irchoq kabi boshqara oladigan mutant. Maximovlar, Pietro Maximov va Vanda Maximov. Magnetoning farzandlari. Bu fayl ehtimol filmda Pietroning tizzasida o'tirgan kichkina qiz Vanda ekanini tasdiqlaydi. Kevin McTaggart, ya'ni Proteus, u reallikni o'zgartira oladi. Juda kuchli omega darajadagi mutant. Jean Grey, Franklin Richards singari. U Moira McTaggart va Joseph McTaggartning o'g'li. Moira McTaggartni biz 3-qismda va keyingi qismlarda ham ko'ramiz. Daniel Moonstar, u odamlarning qo'rquvini illyuziya tarzida namoyon qila oladi. Uni ham yangi mutantlar filmida ko'rganmiz. Keyinchalik ham ko'plab mutantlar
filmlarga ishoralar davom etadi. Rut Bat-Seraf juda kuchli, ucha oladi va zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan. Uni Kapitan Amerika Yangi dunyo filmida aktrisa Shira Xas o'ynagan. Garchi uni keyinchalik qora beva sifatida tanishtirishadi. Aslida u mutant sifatida filmda paydo bo'lish kerak edi. Dr. Cecilia Reyes uni Yangi mutantlar filmida ko'ramiz. U shitlar va qurollar yaratish qobiliyatiga ega. Everett Thomas u boshqa mutantlarning kuchlarini nuqsalab olishi mumkin. Nicole va Claudette Santa Cruz bu egizak opa-singillar. Ular bir-biriga qo'shilib bitta odamga aylana oladi va telekinez qobiliyatiga ega. Vanessa Carlyle u boshqa odamga aylanishi va ularning kuchlarini ham o'zlashtirishi mumkin. Bu aynan o'sha Deadpoolning sevgilisi va biroz pastroqda o'zi Deadpool, ya'ni Wade Wilson. Eslasangiz, Logan o'tmishini o'zgartirishdan oldin u Strikerning tajriba obyekti bo'lgan. Doug Ramsey esa har qanday tilni, kodni yoki algoritmni tushuna oladi. Haqiqiy mutant hacker. Andrea va Andreas von Strucker. Qisqacha aytilganda, ular energiya nurlarini otish qobiliyatiga ega. Ular von Wolfgang von Struckerning farzandlari. Marvel kino olamida aynan u Loki Skipetri yordamida Vandaning va Pietroning kuchlarini ochib bergan edi. Tom Cassidy kuchli portlash yaratishga qodir. Uni biz Deadpool 2 filmda ko'rganmiz. David North u jarohat olganida tanasi zarar ko'rmaydi va bu zararni keyin orqaga dushmanga qaytarib yo'naltira oladi. Uni Rosamaha filmida ko'rganmiz. Tabitha Smith kichik portlovchi bombalar yarata oladi. Kelvin Rankin u ham boshqalarning qobiliyatlarini o'zlashtira oladi. Dr. Nathaniel Essex, ya'ni Mr. Sinister, X odamlarning eng xavfli yovuzlardan biri. Ilyana Rasputina, Kolosning singlisi, Yangi mutantlar filmida paydo bo'lgan. U teleportatsiya qila oladi va qora hamda oq magiyaning ustasi hisoblanadi. Shiro Yashida quyosh va radioaktiv energiyani qurolga aylantira oladi. Guido Caracella kuchli va bardoshli mutant. Dr. Carl Lycos o'zini dinozavrga o'xshagan hayvonga aylantira oladi va unda gipnoz kuchi bor. Qizil Omega u yashab qolishi uchun boshqalarning hayotiy energiyasini so'rib olishga majbur. Rosamahaning eng mashhur yovuzlaridan biri. Bolivar Trask bu strajlarni yaratgan inson. Ular mutantlarga qarshi kurashish uchun ishlab chiqilgan. 3-qismda biz uni mashq qiladigan xonada ko'ramiz. Demak, ular mavjud. Kelajakda aynan shu strajlar mutantlarni o'ldiradi va shu sababli Logan o'tmishga qaytishga majbur bo'ladi. Mishmishlarga ko'ra, Qasosqorlar 5 filmida Dr. Doom X odamlarga qarshi kurashadi va aynan strajlarni boshqaradi. Gray Malkin uni kuchi qorong'ulikka bog'liq. Atrof qanchalik qorong'i bo'lsa, u shunchalik kuchliroq. To'liq qorong'ulikda u juda xavfli. Tak что bizani qishloqlarimizga uni yuborish mumkin emas. Zero Tolerance bu komikslardagi mashhur syujet liniyasiga ishora. Project Wide Awake bu strajlar loyihasining nomi. Alpha, Beta va Gamma otryadlari bu turli mutantlar jamoalari. Jamie Braddock Psylocke'ning akasi. Aytgancha, u Omega darajadagi mutant va u haqiqatni o'zgartirish kuchiga ega. Forge bu texnologik dahoga ega mutant. U murakkab qurollarni yaratadi va mukammal tarzda ulardan foydalanadi. Brotherhood bu Magnetoning jamoasi. Ray Sinclair u boriga aylanishi mumkin. Uni Yangi mutantlar filmida ko'rganmiz. Legacy bu Mr. Sinister tomonidan ishlab chiqilgan biologik qurol. Bu virus mutantlarni o'ldirishi mumkin. Franklin Richards u eng kuchli mutantlardan biri. U Sue Storm va Reed Richardsning o'g'li. Morlocklar bu yer ostida yashovchi mutantlar guruhi. Ular odatiy ko'rinishda emas va jamiyat ularni rad etgan. Bu mutant ko'zini qisish orqali telekanallarni almashtira oladi. Endi odamlar san qaysi super qobiliyatni tanlagan bo'larding deb so'rasa, javobini bilaman. Logan, san noto'g'ri o'yinni tanlading, Bob, deydi. Bu yana bir bor Rosamahaning sevimli iborasiga ishora. Va bu hatto GTA San Andreas'ni eslatadi, garchi film avval chiqqan bo'lsa ham. You picked the wrong house, Bob. You picked the wrong house, fool! Hey, hey!
Big Smoke, it's me, Carl. Chill. Logan va bolalar mutantlar mashinada qochayotganida Bye 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 qo'shig'ini eshitishimiz mumkin. Ehtimol bu qo'shiq Deadpool va Rosamaha filmida aynan shu sahnaga ishora sifatida ishlatilgan. Televizorda biz Dr. Hank McCoyni ko'ramiz, lekin bu safar uni boshqa aktyor ijro etadi. 3-qismda bu rolni Kelsey Grammer o'ynaydi. Televizorda Sebastian Shaw haqida ham so'z beriladi. U X odamlar birinchi avlod yoki birinchi sinf filmida paydo bo'lgan. Yangiliklar boshlovchisi bu David Kay. U X odamlar evolyutsiya animatsion serialida Professor X ni ovozlagan. Mystic bu sahnada ayol qiyofasida ko'rinadi. Bu rolni Rebecca Romijn ijro etgan. Rebecca Romijn bu Mysticni o'ynagan aktrisa. Magnetoning metal diski harakatlanishi menga Qumuch surferni eslatadi. Endi esa katta bo'lganimdan keyin bir narsani tushundim. Aslida Jin Loganga yoqardi. Mystic Loganni o'rab olaman deb turuvdi. Lekin Logan bu momentni tushunib qolgan. Shu scena tasdiqlaydi, Loganda o'ziga yarasha sharaf kodeksi bor. Agar Jinni Scottdan olib ketmoqchi bo'lishini hisobga olmasak albatta. Bu ssenada biz qanotlar va tikonli bosh ko'ramiz. Bu esa Angel va Quillga ishora. Ular 3-qismda to'liq namoyon bo'lishadi. Xonim o'lim zarbasi o'lmasdan oldin uni boshqarib turgan suyuqlik Striker ishlatgan zardob ta'sirini yo'qota boshlaydi. Bu shuni anglatadiki, u aslida yovuz bo'lmagan, uni Striker nazorat qilgan. Professor X gipnoz bo'layotganida o'z kuchlaridan foydalanib mutantlarni o'ldirishga urinadi. Bu esa Logan filmidagi voqealarga juda o'xshash. Qarilik va demensiya sababli Charles atrofdagi odamlarga og'riq keltira boshlaydi va shu sababli Charles Xavier Jin, Siklop va boshqa mutantlarni o'ldiradi. Qizig'i shundaki, aynan shu filmda Stan Lee cameosi yo'q. Sababi ehtimol shu davrda Stan Lee Marvel bilan sudlashayotgan bo'lgan. Marvel unga har bir filmning foydasidan foiz to'lash kerak edi. Ammo filmlaridan katta soqqa ishlab olganidan keyin Marvel bu majburiyatdan qochmoqchi bo'lgan. Natijada ular Stan Lee'ga bir martalik to'lov qilishadi va Marvelda Stan Lee'ni faxriy raisi qilib qo'yishadi. Shundan so'ng Stan Lee yanada Marvel filmlarida cameo sifatida paydo bo'ladi. X odamlar 3 filmi Marvel logotipi bilan boshlanadi va bu introda Jinning Phoenixga aylangan sahnalarini ko'rishimiz mumkin. Aytgancha, menda Phoenix saganing komiksi bor. Vakiling Phoenix kuchi o'zi nima ekanligini tushungani harakat qilamiz. Phoenix bu qadimiy kosmik mavjudot bo'lib, u sof energiyadan iborat. U odamlar bilan birlashib, ularga dahshatli kuch bera oladi. Komikslarda u haqiqatni o'zgartirishga qodir. Butun sayyorani yo'q qilishi yoki yangi olamlar yaratishi mumkin. U hatto abadiy hayot ham berishi mumkin. Phoenix aslida yovuz emas. U hayot va o'lim o'rtasidagi tenglikni saqlashga intiladigan kosmik kuch. U yashovchi tribunal kabi, u na yaxshi, na yomon. Phoenix faqat kuchli qahramonlarni tanlaydi. Jean Grey hatto Phoenix kuchsiz ham omega darajadagi mutant hisoblanadi. Phoenix kuchi bilan esa u haqiqiy dahshat. Mishmishlarga ko'ra, Qasosqorlar 5 filmida biz Phoenix kuchiga ega Jean va Wanda Maximoff o'rtasidagi epik jangni ko'rishimiz mumkin. Eslatib qo'yaman, bu hali faqat mishmish. Lekin ehtimol Phoenix haqiqatdan ham Qasosqorlar 5 yoki 6 da paydo bo'lishi mumkin. Chunki komikslarda Phoenix kuchiga ega Siklop Secret Wars komiksida paydo bo'lgan. Jinning otasi rolini ijro etgan aktyor Adrian Hoff 90-yillardagi X odamlar animatsion serialida Nightcrawlerga ovoz bergan. Professor Xavier kichik Jin bilan uchrashgan sahnada biz Stan Lee'ning cameosini ko'ramiz. Uning yonida esa yana bir muhim kishi Chris Claremont. Bu odam X odamlar komikslari tarixidagi eng muhim ssenaristlardan biri. U aynan Qorong'u Phoenix va O'tgan kelajak kunlar syujetlarini yozgan. Ularning ikkalasi ham filmlarga moslashtirilgan. Aynan u Rogue, Gambit
Gambit, Emma Frost kabi ko'plab mashhur mutantlarni o'ylab topgan. Kalos Loganni Kitmon kabi otib yuboradi. Bu aslida komikslarda mashhur bo'lgan fint. Mashq qiladigan xonada biz kelajakdagi apokaliptik dunyoni ko'ramiz. Mutantlar bu yerda strajlar bilan jang qilishga majbur bo'lishadi. Bu o'tgan kelajak kunlari syujetiga aniq ishora. Bu syujetda strajlar mutantlarni yo'q qilishadi. Ushbu sahnada avvalgi qismlardan tanish ko'plab o'quvchilar qaytadi. Sirena, Jubilee, ko'z qisib kanallarni almashtiradigan yigit, hatto o'sha kichkina bola ham paydo bo'ladi. Biz Moira McTaggartni ko'ramiz. Shu yerda professor Charles bir savol beradi. Agar bir inson vafot etsa, uning o'ngini boshqa bir inson tanasiga, ya'ni biologik tirik, lekin o'ngsiz tanaga o'tkazish mumkin bo'lsa, bu etik jihatdan to'g'rimi? Bu juda murakkab savol. Charles doim bizga o'zini xos Kapitan Amerika sifatida ko'ringan. Har doim prinsipial, ezgulik tarafdori. Ammo bu filmda biz uning ham ideallardan yiroq, murakkab xarakter ekanini ko'ramiz. Jin uni o'ldirayotganida u o'z o'ngini boshqa tanaga o'tkazishga ulguradi. Bu situatsiya esa titrlar tugagandan keyin ko'rsatiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Bryan Singer komikslarni unchalik yaxshi ko'rmagan bo'lsa ham, uning filmlarida o'sha komikslarga juda ham ko'p ishoralar bor. Masalan, bu kadrda Kuku opa-singillarni ko'rishimiz mumkin. Ular Emma Frostning DNKsidan yaratilgan klonlar. Aslida ular soni 5 nafar edi, lekin odatda 3 nafari ko'rinadi. Bular telepat mutantlar bo'lib, Weapon Plus tashkiloti ularni telepatlar armiyasini yaratish uchun o'stirgan. Komikslarda ular qochib ketib Professor Xning maktabiga tushadi. Bu opa-singlar hatto Phoenix kuchi bilan ham bog'liq bo'lgan. Bu filmda Psylocke bor, lekin nimadir uni boshqa aktrisa o'ynagan. Umuman olganda X odamlar filmlarida juda ham ko'p laplar bor. Shunchaki buni qabul qilishga to'g'ri keladi. Logan film davomida Scottga nima bo'lganini so'raydi. Jin ehtimol uni o'ldirgan, ammo biz bilamizki, qasosxo'rlar 5 da Scott qaytadi. Balkim u tirik qolgandir. Biz Juggernautni ko'ramiz. Bu aytgancha Professor Xning o'g'ay akasi. Uning boshida shlem bor, xuddi Magnetoning kabi. Bu shlem uni telepatik hujumlardan himoya qiladi. Aynan shu shlem yordamida Deadpool va Rosamaha filmida Cassandra Nova mag'lub etilgan edi. Logan Juggernautga qarshi hech narsa qila olmaydi, ammo X-23 nimadir juda osonlik bilan uni yutdi. Zver "Oh my stars and garters" degan iborani aytadi. Bu uning komikslardagi sevimli iborasi. Bu ibora Zverning aristokratik tabiatini, intellektual va madaniyatli xarakterini ko'rsatadi. Film oxirida biz ko'ramizki, Magnetoning kuchlari unga qaytyapti va titrdan keyingi sahnalarda biz Professor X qaytishini ko'ramiz. Shunday qilib tahlilimiz tugadi. Umid qilamanki, bu video sizga yoqdi. Agar shunaqa bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Va albatta Comic-Conni unutmang. Comic-Conning Instagrami opisaniyada bo'ladi va chiptalarni ham opisaniyadan sotib olishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Tony Karkada. Ko'rishguncha.